Assalomu alaykum azizlarim. Mana bugun Священный фикусda shefirani mana usulda ko'chat qilamiz qizlarjonlar. Mana yeri qiya rombik shaklda bo'lishi kerak. Buni shuni olamizda karnivinga shuni botiramiz. Mana shu holatda bo'ladi. Shuni tiqib chiqaveramiz. Bismillah deb. Mana qizlarjonlar. Mana bu esa sheflera. Mana botiramiz. Yaxshilab oppoq qilib, karnivinga botirib, mana shuni tiqib qo'yaveramiz qizlarjonlar. Bo'ldi, buni endi issiqqina joyga qo'yib, ta'mirlatishga qo'yamiz. Священный фикус gulimizni barglarini shuni birdan yig'amizda. Mana barglari kuchi ketmasligi uchun mana shuni olib tashlaymiz qizlarjonlar. Mana buni endi karnivinga botirib, mana shunday tiqib qo'yamiz. Tuproqni ham bo'lishi kerak. Bu tuprog'imiz tarkibi perlit, vermikumit, biogumус, qora tuproq. Ozgina kokosli turfa aralashgan. Yaxshi tomoni yengil tuproq bo'lishi kerak-da qizlarjonlar. Mana aziz qizlarjonlar, qalbi go'zallarim, ko'chatlarimiz hammasi tayyor bo'ldi. Endi bularni issiqqina joyga qo'yamiz. Natijasi bilan bo'lishaman qizlarjonlar. Mana hammasi tayyor. Bunga endi karnivinga suv quyamiz. Karnivinga suv quyib, issiqqina joyga qo'yamiz. Quyosh yaxshi tushadigan yorug' joyga qizlarjonlar. Videom foydali bo'ldi degan umiddaman qizlarjonlar. Hammangiz Allohga omonatimsiz.